5 vaqt namoz o'qiydigan odamga bunday qarasangiz, boshqacha bir haybat bo'ladi. Yuzida nur bo'ladi. Yuzida nur bo'ladi. O'sha nur dunyoni, mol-mulklarini, dunyoni boyliklarini tashlasangiz ham u nur kelmaydi. Illo Robbi tarafdan keladi. Shuning uchun Alloh taolo oyat karimasida simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ularning yuzlarida fi wujuhihim, ularning yuzlarida sajdalardan va ruk'is sujud deydi. Mana shu sajdalardan asoratlar bordir deydi Alloh taolo. Sajda qilaverganimiz sari bizni yuzimizga nur paydo bo'lib boraveradi. Bitta yuzlanganingizdan keyin faqat Robb qoladi xolos huzuringizda. Alloh taolodan boshqa hech kim qolmaydi. Joynamoz solganingizdan keyin bandani o'yini qolmaydi. Dunyoni holati qolmaydi. Joynamoz solganingizdan keyin o'sha joynamoz pok, kiyimingiz pok, ichki kiyimlargacha pok bo'lsa, tahorat mukammal bo'lsa, Alloh taolo tarafiga yuzlanib turibsiz. Bunaqa maqomda bor-u, bunaqa holatda zo'rlar ham erisha olmaydi. Alloh taolo xohlagan bandasiga beradi.